Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga atigi 30 daqiqada qanday qilib xotirangizdan foydalanish orqali uni 10 barobarga kuchaytirish mumkinligini o'rgataman va maxsus texnikalarni ko'rsataman. Boshlaymiz. Xo'p, demak, asosiy masala birinchi o'rinda kelishib olaylik. Bugungi darsimiz boshqa bundan oldingi darslarimizga o'xshamaydi, xudo xolasa. Shuning uchun ham asosiy masala birinchi o'rinda tinglang. Yaxshilab eshiting. Nima deyotganimni, nima uchun deyotganimni, birorta gapni bu darsda men bekor gapirmayman. Bu ish bilan anchadan beri shug'ullanyapman va har bitta gapirgan gapim xotirangizni rivojlantirish uchun juda ham muhim bo'ladi. Keyingi masala tojja yechib oling. Bu nima degani? Men bilaman, menga o'rgatish shart emas deydigan bo'lsangiz, bu video siz uchun foyda bera olmaydi. Kibrni yo'qotamiz va tinglaymiz, eshitamiz, o'rganamiz. Любой insondan bu narsa o'rgansa bo'ladi. Ayniqsa mutaxassisdan. Keyingi masala so'zlab bering, savob ish qiling, yaxshi ish qiling deb men sizlarni bu narsaga chaqirib qolyapman. Ya'ni bugungi darsimni eshitib, darsdan olgan usullaringizni borib kimgadir ko'rsatib, tushuntirib berib, boshqa odamga ham yordam bersangiz bo'ladi. Xo'p, demak, o'zimni qisqa tanishtirib o'taman. Mening ismim Davronbek, familiyam Turdiyev. Oddiy odamman, oddiy bolaman, qanaqa daho emasman, oddiy maktabda o'qiganman, men Namangandanman, Popdan, 49-maktabda o'qiganman va maktabda ham o'rtacha o'qiganman. Qanaqadir bir qizil diplomga bitirgan joyim, boshqa joyim yo'q. Va universitet davrida, shu 2011-15-yillarda men o'z xotiramni rivojlantirish bilan shug'ullanishni boshlaganman. Shu joyda meni hayotim o'zgargan tubdan, baholarim ko'tarib ketgan, istalgan testlarga, boshqa narsalarga, imtihonlarga tezda, juda qisqa vaqt ichida qolganlarga qaraganda 10, 20, 30 barobar tezroq tayyorlanishni boshlaganman. Undan keyin universitet tamomlaganimdan keyin oylik ishlaganman, boshlovchi bo'lganman bir joyda, fanlar bo'yicha. Undan keyin maktabda ishlaganman 1,5 yil va jahon chempionatiga borganman, eslab qolish bo'yicha. Shunaqa chempionatlar bo'ladi. Butun dunyodan xotirasi eng kuchli insonlar bitta joyga yig'ilishadi. Men borganimda 2017-yilda Xitoyda bo'lgan jahon chempionati va u yerda qatnashganman. Jahon chempionatida yaxshi natija ko'rsata olmaganman, lekin 1 yildan so'ng 2018-yilda Rossiya rekordini o'rnatganman. Yana o'z ustimda ishlab, shug'ullanib, o'zimni kuchaytirish orqali 3250 ta raqamni va 250 ta turli xil jismlarni atigi 2 soat ichida eslab qolib, bexato 100% aytib berib, Rossiya rekordini rasmiy o'rnatganman. Va bu narsani shu YouTube kanalimda bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Superman loyihasining asoschisiman. Hozirgi kunda 50 mingtadan ziyod inson meni kurslarimda o'qib chiqishdi. 3 milliontadan ko'proq inson bepul turli xil vebinarlarimga, darslarimga ro'yxatdan o'tishgan. 9 yildan beri dars o'taman, eslab qolish bo'yicha 3 ta kitob muallifiman. 13 yildan beri eslab qolish bilan shug'ullanaman va hozirgi kunda O'zbekiston Milliy sport federatsiyasi prezidentiman hamda asoschisiman. Shunaqa gaplar. Ya'ni bugun men sizlarga o'rgatayotgan narsamni men 100% aniq bilaman, tushunaman, qanday ishlaydi, nimaga ishlaydi va hokazo. Endi xotiramizni kuchaytirish uchun eng zo'r texnikalardan biri. Ya'ni bu texnika siz xotirangizni qisqa vaqt ichida sig'imini va sifatini bir necha barobarga oshirishi mumkin. Endi bugun bu darsimizni ikkita qismga bo'lib o'tamiz, ya'ni ikkita etapdan bo'lib o'tadi. Shu 30 daqiqa ichiga men ikkita etap qo'shib yuborishga harakat qilaman. Ikkinchi etap juda ham qiziq bo'ladi, lekin birinchi etapi tayyorgarlik deb qabul qilsanglar bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda nima qilamiz? So'zlar eslab qolamiz. 15 ta so'zni men ketma-ket aytaman. Ruchka daftari olib qo'yinglar, hech narsani yozmanglar. So'zlarni aytib ketaman. Bu birinchi etap bo'ladi, xudo xolasa. Aytib ketganimdan keyin hammasini keyin shu so'zlarni yozib olishga harakat qilasiz. Kelishdingmi? Undan so'ng yana boshqacharoq so'zlarni eslab qolishga harakat qilamiz. U sizlarni yana hayron qoldiradi. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, taxminan 2 sekundli, 3 sekundli bitta so'zga sarflayman. Shunchaki ketma-ketlikni eslab qolsangiz bo'ladi. Yana bir marta bu yerda qanaqadir rekord o'rnatmang. Xato qilsangiz ham mayli, hech narsa qilmaydi. Shunchaki o'zingiz tekshirib ko'ring xolos. Boshlaymiz. Birinchi so'z quyosh. Ikkinchi so'z paypoq. Uchinchi so'z svetofor. To'rtinchi so'z stol. Beshinchi so'z yulduz. Oltinchi so'z qulf. Yettinchi so'z bolta. 8-so'z qum soat. 9-so'z mushuk. 10-so'z barmoqlar yoki barmoq. 11-so'z chang'i. 12-so'z soat. 13-so'z yalmog'iz. 14-so'z askar va oxirgi 15-so'z pul. Endi nima qilinglar? Ruchkani olamiz va shu so'zlarni ketma-ketlikda yozib chiqishga harakat qilamiz. Bu narsaga men sizga 1 daqiqa vaqt beraman. Ketdik.
Xo'p, demak, hozir endi o'zingiz tekshirib ko'rasiz. Faqat bundan oldin biz bu so'zlarga bitta masalani qo'shamiz. Ya'ni birinchi etapimiz tugashdan oldin bitta masalani qo'shib ketamiz. Endi xuddi shu so'zlarni sal boshqacharoq qilib yodlaymiz va o'zingiz tekshirib olasiz. Ya'ni mnemonika orqali yodlaymiz. O'zi mnemonika nima degani? Mnemonika degani bu eslab qolishga yordam beruvchi texnikalar. Bu savolga birozdan keyin men sizlarga aniq javob beraman. Asosiy masala nimadan iborat? Hozir yana shu so'zlarni takrorlab o'taman. Faqat men aytgan narsani qilishinglar kerak bo'ladi. Men aytgan narsani tasavvur qilishinglar kerak. Shunchaki meni eshitishdan foyda yo'q. Bloknotingizni yoping, ruchkangizni oling, bir chekkaga olib qo'ying. Kelishdikmi? Boshlaymiz va bu endi birinchi etapdamiz. Ikkinchi etap sizga juda ham yoqqa qarab turasiz. Hop, boshlaymiz. Birinchi etap oxiri. Demak, birinchi so'z quyosh edi. Endi qarang, quyosh bitta. Quyosh yagona. Boshqa quyoshimiz yo'q biz. Demak, bir nima ekan? Quyosh. Ikkinchi so'z paypoq. Paypoq juft bo'ladi. Paypoq doim ikkita bo'ladi. Demak, ikkinchi so'z paypoq. Uchinchi so'z svetofor. Svetoforda 3 ta rang bor, ya'ni qizil, sariq, yashil ranglar bor. Ya'ni 3 svetofor. To'rtinchi so'z stol. Stolni odatda 4 ta oyoqchasi bo'ladi. 4 ta oyoqli stol tasavvur qiling. Demak, to'r nima ekan? Stol. Tasavvur qilamiz, hech narsani yozmaymiz, boyagina ham yopib qo'yamiz, olib qo'yamiz. Yulduz. Yulduzni 5 ta qirrasi bor. Demak, yulduz 5-chi so'z. 5-chi so'z yulduz. Tasavvur qiling. Yaxshilab eshiting, tengling, diqqatingizni menga qarating. Xo'p, 6. Ochiq qulf 6 ga o'xshaydi. Demak, 6-chi so'z nima edi? Qulf. Qulf, okey. Xo'p, bolta. 7-chi so'z. Bolta 7 ga o'xshaydi. Ya'ni bolta 7 ga o'xshaydi. Shuning uchun boltani 7 qilib oldik. 7-chi so'z bolta. 8 bu qumli soat. 8 bu qumli soat. Qumli soat shakli ham 8 ga o'xshaydi. Demak, 8-chi raqam ostida bizda qumli soat so'zi. 9 mushuk. Mushukchani 9 deb olamiz. Nimaga? Chunki mushuk 9 ta joni bor deyishadi. Mushuk 9 ligini yoki mushuk peshonasiga 9 qilib eslab qolsangiz ham bo'ladi. Agar bu gap eshitmagan bo'lsangiz. Demak, 9 bu mushuk. 10 barmoqlar yoki barmoq. Qo'lingizni bunday qiling. Demak, 10. 10 ta barmog'imiz bor. Xo'p, 11 chang'i, ya'ni lyja. Chang'i uchganda 1 ikkita kaltacha 11 ga, ikkita 1 ga o'xshaydi. Demak, 11 chang'i. 12 soat. Soatda odatda 12 ta raqam bo'ladi. Mana bu siferblat, soat siferblatda 12 ta raqam bo'ladi. Demak, 12 nima ekan? Soat ekan. 13 yalmog'iz deb olganmiz yoki jodugar, farqi yo'q. Yalmog'iz deb olganimiz sababi bu raqam odatda bilasizlar, yomon raqam deyishadi, qanaqadir yomonlik keltiradi deyishadi va hokazo. Bu narsaga ishonishimiz shart emas. Asosiy masala shu narsani bilsak bo'ldi. Ya'ni 13 ostida yalmog'izligini eslab qolamiz. 13 yalmog'iz. 14 askar. 14-yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilik kuni, ya'ni askarlik kuni va 14 askar qila olamiz. 15 pulni shunchaki eslab qolsangiz bo'ladi yoki deylik $100 bilan $50 qo'lingizga tasavvur qilsangiz bo'ladi. 150, 15 va hokazo. Endi nima qilasiz? Yana bir marta boshqa betni ochib, shu so'zlarni yozib chiqishga harakat qiling. Ya'ni quyosh va hokazo va hokazo va hokazo qilib 15 tasini yozib chiqishga harakat qiling. Ketdik. Xo'p, bo'ldi. Endi katta ehtimol bilan 15 ta so'zni birinchisida yaxshi yozmagansiz, ikkinchisida yaxshiroq yozdingiz. Xo'p, endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu tabiiy savol. Okey, bu so'zlar maxsus tanlangan so'zlar edi Davron aka, lekin ketma-ketlikda istalgan narsani eslab qolsa bo'ladimi? Ha, eslab qolsa bo'ladi va shu texnikani men sizga hozir o'rgataman. Tayyor bo'lsangiz, daftarni yoping, ruchkani yoping, olib qo'ying. Faqat bitta masala, kelinglar boyaga 15 ta so'zni takrorlab olaylik. Demak, birinchisi quyosh, 2 paypoq, 3 svetofor, 4 stol, 5 yulduz, 6 qulf, 7 bolta, 8 qum soat, 9 mushuk, 10 barmoq, 11 chang'i, ya'ni lyja, farqi yo'q, chang'i lyja deysizmi? 12 soat, 13 jodugar yoki yalmog'iz, 14 askar va 15 pul. Endi nima qilamiz? Endi men sizga mana shu so'zlar orqali, bu qarmoq so'zlar deyiladi mnemonikada. Ya'ni qarmoq so'z nima degani? Muayyan raqamga biriktirilgan so'z yoki deylik so'z emas, ko'rinish.
Obraz, ya'ni tasavvur. Raqamga misol uchun 1 raqamiga biz quyosh tasavvurini berdik, to'g'rimi? Deylik 8 raqamiga biz nimani berdik? Qumli soatni berdik. Endi nima qilamiz? Hozir 15 ta umuman boshqacha so'zlarni aytib o'taman. Yana bir marta hech narsa yozmaymiz, faqat xotirani ishlatamiz tasavvur bilan. Va haligi 15 ta so'zni mana shu qarmoqlarga bog'lashni ko'rsatib beraman. Keyin o'sha 15 ta so'zni eslab ko'rasiz. Yoping hamma narsani, yozmang hech narsani, faqat ma'ni tinglang. Boshlaymiz. Demak, so'zlarni boshlaymiz. Birinchi so'z kitob. Okay, bizda bir ostida qarmoqlarimiz ichida quyosh edi. Endi qaranglar, asosiy masala bachkana narsa, qo'rqinchli narsa, jirkanch narsa, bo'lishi mumkin emas narsalar xotiramizda zo'r esda qoladi. Shuning uchun hozir shunaqa narsalarni tasavvur qilamiz. Demak, kitob birinchi so'z. Keldik, mana shu 15 so'z eslab qolamiz. Birinchi so'z kitob. Demak, quyosh tasavvur qiling. Tasavvur qiling, quyoshni koinotda tasavvur qiling. Quyosh yonib turibdi. Katta kitobni ichiga tashlab yuryapsiz, kitob yonib ketyapti. Yoki ko'chada kitob ochyapsiz-da, kitobni ochyapsiz, mana bunday qilib, kitob yonib ketyapti. Quyoshdan kitob yonib ketyapti. Demak, birinchi so'z kitob. Quyoshga biriktirdik, ya'ni quyosh qarmog'i edi bizda. Ikkinchi qarmog'imiz paypoq. Ikkinchi so'z ruchka bo'ladi. Tasavvur qiling, paypoq ichi to'la ruchkalar. Siyoq qilib ketgan, qo'llari siyoq bo'lib ketgan. Men aytgan narsani yaxshilab tasavvur qiling. Qo'llari siyoq bo'lib ketganda, ushlab turibdi shu narsani, paypoq. Xo'p, demak, ikkinchi so'z ruchka. Uchinchi qarmog'imiz svetofor edi. Endi uchinchi so'zimiz telefon bo'ladi. Demak, telefonni svetoforga qo'yamiz. Demak, ketyapsiz, roldasiz, deylik, ne qara svetoforning iPhone turibdi, telefon turibdi. Ne qarayapsiz, hayron qolyapsiz, telefon ekranida svetofor turibdi. Ya'ni uchinchi so'z telefon ekan. Keyingi so'zimiz qalam. Stol edi 4-raqam ostida, esingizda bo'lsa, qalam bilan stolga chizib tashlayapsiz. Tasavvur qiling. Ikkita qalam olib oldingiz, qo'lingiz bilan bunday qilib tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bunday chizib tashlayapsiz. Demak, 4-so'z qalam. 5-so'z tarvuz, yulduz tasavvur qiling. Ya'ni o'sha 5 qirrali yulduz tarvuz yulduz shaklida kesdingiz. Ya'ni yulduz shaklida kesilgan tarvuz yotibdi. Shirin, tarvuz hidini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Ta'mini tasavvur qilsangiz bo'ladi. Ta'mini tasavvur qilganingizda so'likli kelishi ham mumkin. Bu miyamiz tasavvur ishlash jarayoni. Demak, tarvuz 5-so'z. Keyingi so'z olma. Tasavvur qiling, katta olma turibdi, qulf ichidan o'tkazib qulflab qo'yapsiz. Olmani qulflab qo'yapsiz. Ya'ni 6-so'z olma. 7-so'z ko'zoyna. Ko'zoynanglarni tasavvur qiling, katta ko'zoyna bolta bilan chopib tashlayapsiz ko'zoynani. Demak, 7-so'z ko'zoyna. Bolta bilan chopmaymiz. 8-so'z notebook. Tasavvur qiling, notebookda ishlab o'tiribsizda, qumli soatni oldingizda teskari qilib qo'ydingiz. Misol uchun, yoki qumli soat, katta qumli soatning ichida qum ichida notebook bor. Bunaqa narsani ham tasavvur qilsangiz bo'ladi. Demak, 8-so'z notebook. 9-so'z kalit. Bizda mushukcha edi 9 ostida. Mushuk ko'p kalitlarni olib kalit tanlayapti yoki eshikka kalit sololmayapti. Tasavvur qiling. Nima kalit tanlab solyapti, o'xshamayapti. Keyingisini olib solyapti, o'xshamayapti. Mushukcha. Shirin mushukchani tasavvur qilsangiz bo'ladi. Demak, 9-so'z kalit. 10-so'z sumka. 10-sumka. Barmoqlaringiz bilan bunday qilib tasavvur qiling, sumkani ichiga bunday barmoqlarni tiqyapsiz. Bunday qilyapsiz yoki sumkani barmoqlaringiz bilan haligi qilyapsiz yoki sumkani ichini bitta ochsangiz, ko'p odam barmoqlari yotibdi. Shunaqa narsani tasavvur qilsangiz bo'ladi. Bilaman, qo'rqinchli, g'alati, lekin esda qolarli. Xo'p, demak, 10-so'z barmoq. Xo'p, 11-so'z choynak. Tasavvur qiling, lijada, chang'ida, choynakda choy olib ketyapti kimdir. Yoki tam issiq choy, parlari chiqqan qish ko'chada qorda uchib ketyapti lijani, choynakni bunday to'kib ketyapti. Haligi qorga to'kib ketyapti, qorda choynakning izi qolyapti, choy qor izi qolyapti. Xo'p, demak, 11-so'z choynak. 12-so'z piyola. Tasavvur qiling, bir piyola issiq choy yoki deylik, bir piyola choy ichiga men soatni bunday qilib botiryapman, choy damlagan. Tasavvur qiling. Demak, 12-so'z nima ekan? 12-so'z piyola. Piyola, ya'ni piyola, mana piyolani oldim. 12-chi raqamni ichiga botirdim deylik. Xo'p, 13 gilam. Yalmog'iz gilam yuyapti. Tasavvur qiling, ko'piylatib yuvib yotibdi, shlankalar bilan sepib yotibdi. 13-so'z demak gilam bo'ladi. 14-so'z oyna bo'ladi. Askar oynaga qarab sochini tarayapti. Tasavvur qiling. Ko'z oynaga yoki oyna farqi yo'q, ikkitasini ham qilsangiz bo'ladi. Ko'z oynaga qarab sochini tarayapti askar. Mana bunday tarayapti, ya'ni bitta soldat svidaniyaga ketyapti yoki xatgadir ketyapti, sochini tarayapti oynaga qarab. Yoki soqolini olyapti qilsangiz bo'ladi. 14-so'z demak oyna ekan. 15-so'z tasavvur qilamiz, oxirgisi chiroq. Chiroqni yoqdingiz, lampani yoqdingizda pul yotibdi. Ko'p pul yotibdi. Ya'ni 15 qarmog'i pul edi bizda va chiroq degan so'zni bog'ladik. Demak, 15-so'z bizda chiroq bo'ladi. Chiroq bo'ladi. Endi nima qilamiz? Qarang. Endi nima qilamiz? Endi 1 minut vaqt beraman sizlarga va so'zlarni yozib chiqasiz. Qarmoqlarni emas. Ya'ni quyoshchi, paypog'i va hokozani yozish shartimiz. Kelishdikmi? O'sha qarmoqqa bog'langan 15 ta har xil bir-biriga bog'lab olgan so'zlarni yozishingiz kerak. Ya'ni birinchi so'z kitob. Mana men sizlarga aytayapman. Qolganini birma-bir ketma-ketlikda o'zingiz uchun 1 kitob, 2, 3 bu qilib yozib chiqing. 1 minut vaqt ketdik.
Xo'p, demak, katta ehtimol bilan hammamizga o'xshagan bu narsani qarmoqli usuli deydi. Bu beginnerli usuli, ya'ni mnemonikada eslab qolishda bu usul bilan endi shug'ullanish boshlovchilar odatda o'z tasavvurini rivojlantiradi. Masalan, nimada eslab qolish jarayonida inson miyasining ko'p qismini ishlatadi va vizual kara deydi, mana bu yerda joylashgan. Ya'ni biz tasviriy qanaqadir narsani yasa olishimiz, misol uchun 12-so'z esingizda bo'lsa, piyola edi. Men bunday qilib tasavvur qildirdim sizlarni. Haligi qo'limdan soatda ichib tasavvur qildirdim. Piyolani tasavvur qildik. Piyolani tasavvur qilaylik va masala nimada? Asosiy masala shundaki, tasavvuringiz, mekansal fikrlashingiz, masofa o'lchashingiz, nimanidir ko'z oldiga keltira olishingiz va xotirangiz markazi bitta. Endi haligi 15 ta so'zni bir marta eslab chiqamiz. Demak, birinchi so'z kitob, ikkinchi so'z ruchka, uchinchi so'z telefon, to'rtinchi so'z qalam, beshinchi so'z tarvuz, to'g'rimi? Oltinchi so'z olma, yettinchi so'z ko'z oynak, sakkizinchi so'z notebook, 9-so'z kalit, 10-so'z sumka, 11-so'z choynak, 12-so'z piyola, 13-so'z gilam, 14-so'z oyna yoki ko'zgu misol uchun va 15-so'z bizda chiroq. Ishoning, 1000 ta shunaqa raqamlarni qilib chiqa olsangiz, 1000 ta so'zni ketma-ket bemalol bog'lay olasiz. Eng qizig'i bu narsani boshqatdan ishlatsa bo'ladi va eng qizig'i bu mnemonikaning eng boshlang'ich mashqlaridan biri. Istalgan insonning xotirasi o'ta kuchli, pastga izohlar yozishingiz mumkin. Qanchalik ikkinchi eslab qo'ying, 15 ta so'zimiz esingizda qoldi. 13 ta zo'r degan. Shu 15 tadan 13 ta ikkitasida ham diqqatingiz, ko'pchilik diqqat chalg'iydi, shug'ullanmagan bo'ladi va hokazo. Endi asosiy savol nimadan iborat? Asosiy savol mnemonika o'zi nima? Boya men aytdim, bu savolga hali qaytamiz, men tushuntirib beraman. Qaranglar, xotirani super kuchli darajaga olib chiqish uchun, ma'lumotlarni katta tezlikda eslab qolish uchun mnemonika odatda ishlatiladi. Va bu narsani istalgan odam xohlaydi. Ya'ni xohlarmidingiz xotirangiz deylik 10, 20, 30, 50 barobar kuchliroq, tezroq va sifatliroq bo'lishini. Katta ehtimol bilan albatta ha. Ayniqsa hozirgi zamonda bu juda ham aktuallashib ketgan. Endi mnemonika nima o'zi? Bu juda ham qadimgi narsa. 2,5 ming yil oldin mnemonika bilan odamlar shug'ullangan. Bu ma'lumotni eslab qolish tezligini hamda sifatini oshiruvchi tizim. Butun boshli turli xil tizim, ya'ni tizimlar, usullar, raqamni eslab qolish uchun, so'zni eslab qolish uchun, matnni eslab qolish uchun, she'rni eslab qolish uchun tizimlar bitta joyga birlashtirilganda bitta miyani shug'ullantirish, xotirani shug'ullantirish mashqlari tizimini yaratilgan. Shunaqa qilib mnemonikani ixtiro qilishgan. Rossiya rekordini o'rnatgan sababi ham mnemonika, ya'ni 3250 ta raqamni ketma-ket, adashmasdan 100% aniqlik bilan eslab qolishim sababi shu. Men daho emasman, men prosta o'zimni miyamni to'g'ri shug'ullantirib kelganman, xolos. Endi mnemonikani o'rganish uchun nimalar kerak bo'ladi? Shu asosiy narsaga e'tibor qaratasiz. Birinchisi, mnemonika asoslari va undagi usullarni yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Hozir o'rgatgan usulim bu bitta kichkinagina qism, bu beginner boshlang'ich usul. Lekin shu usulni ishlatib, men sizlarga bitta vazifa berib o'taman. Oxirida Xudo xolasa bitta narsa qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Asosiy masala nimadan iborat? Usullar ko'p va har bittasini o'rganganingizdan so'nggina siz umumiy eslab qolish qobiliyatingiz bir necha barobarga oshirasiz. Tayyor shablon, materiallar shug'ullanish uchun tarqatmalar va hokazolar kerak bo'ladi. Ya'ni siz eslab qolish uchun, shug'ullanishingiz uchun so'zlar ro'yxati, tarixiy sanalar ro'yxati, raqamlar ro'yxati va hokazolar, turli xil shablonlar, qoidalar, hamma narsani olishingiz kerak bo'ladi va o'sha bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Va xato qilmaslik uchun imkon qadar ustoz kerak sizga. Biz unaqa ustozlarni kuratorlar deymiz. Va mana shu 3 ta narsani men o'zimni bitta zo'r loyihamda jamlaganman. Bu loyihaning nomi Super Miya. Nima uchun o'zi Super Miya bor? Qatdan paydo bo'lgan Super Miya? Super Miyani kursining asosiy maqsadi bu insonlarning aqliy salohiyatini rivojlantirishi, to'g'ri va tez, oson yo'lni ko'rsatish. Men paytida juda ham qiynalganman universitetda, maktabda ham menga qiyin bo'lgan, ayniqsa universitetda qiyin bo'lgan, tam sessiya topshirishing kerak, boshqa narsa qilishing kerak, o'qishing kerak, bu qilishing kerak, eslab qolish bilan shug'ullanish boshlagandan keyin men o'ylaganman, nimaga menga bu narsani ertaroq o'rgatishmagan? Nima uchun? Nimaga men bilmay yurganman shunaqa narsa borligini? Nima uchun men bilmaganman bunaqa texnikalar borligini? Va shu texnikalarni o'rganganimdan keyin meni odamlar dahoga chiqarishdi. Super Miya loyihasini 2018-yilda men o'zi boshlaganman, o'quv markazida u paytda dars o'tardim va hozirgi kunda Super Miya loyihasi onlayn formatda bo'ladi. Ya'ni shu pandemiyadan so'ng biz onlayn formatga o'tdik va Super Miya 6 oyda bir marta, taxminan 6 oyda, ya'ni yiliga 2 marta o'rtacha shunaqa qilib o'tkazamiz. Xo'p, demak, Super Miyada o'zi nimalar bor? 7 hafta jami 7 haftada bo'ladi loyihamiz. Umumiy 7 haftadan sal ko'proq bo'ladi. No, asosiy qismi, ya'ni modulli 7 hafta bo'ladi. 8 tadan ko'proq men bilan jonli efirlar bo'ladi. Men shaxsan o'zim jonli efirlar o'tiraman. Asosiy darslardan tashqari 40 tadan ko'proq dars bor. Kuratorlar bor, ya'ni qo'shimcha ustozlar bor. Men asosiy ustozman. Yana kuchli ustozlar bor, ular bilan tanishtiraman. Kitoblar bor. Mana men bitta asosiy yangi bitta kitob bor, asosiy kitobim bor. Buni ham sizlarga tanishtiraman va ko'plab sovg'alar.
loyihani ichida. Xo'p, qanaqa tarzda o'tiladi? Onlayn bo'ladi, ya'ni maxsus yopiq kanal bo'ladi. Yopiq kanalga siz qo'shishadi. Xohlasangiz telefoningizdan, xohlasangiz noutbukingizdan bemalol istalgan payt ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Jonli efirlar, boshqa masalalar hammasini zapisi, materiallar hammasi shu yerga joylanib boradi va kursga qo'shilganlar, loyihaga qo'shilganlar o'sha joyda birgalashib o'qishadi. Xo'p, demak, 7 ta modul. Modullar quyidagicha. Mnemonika asoslari birinchi modul, ya'ni mnemonika nima, qanday ishlaydi hammasi tushuntiriladi. Keyin super xotira tizimlarini qurishni boshlaymiz. Undan keyin super fokus, ya'ni diqqat ustida ishlaymiz. Eng asosiy narsa diqqat. Keyin xorijiy so'zlarni eslab qolishni o'rgataman. Yana bir marta, til kursi emas biz. Shu narsani tushunib olinglar. Xorijiy so'zlarni maksimal tezlikda, katta hajmda eslab qolishni o'rgata olamiz. Xo'p, demak, polyglot degan modulimiz bor. Bu yerda til o'rganish jarayonidagi dangasani yengish haqida bo'ladi asosan. Undan keyin tekstologiya bo'ladi. Tekstologiya modulida matnli ma'lumot bilan ishlash, atamalarni eslab qolish va hokazolar va mindset moduli, ya'ni qanday qilib miyangizni rivojlanishga to'g'ri nastroyka qilishingiz mumkin. U yerda qisman amaliy psixologiya bor, sportivniy psixologiya va undan tashqari o'zimiz ishlatadigan, ya'ni biz eslab qoluvchilar ishlatadigan texnikalar bor. Xo'p, demak, birinchi modulda mnemonika asoslarida mnemonika nima, zanjir usuli nima, lokatsiyalar usuli, so'zlarni eslab qolish, tasviriy sayohat. Ya'ni bu joyda siz xotirangiz qanaqa ishlashini va uni qanday qilib kuchaytirishni aniq tushunib olasiz. Keyingi modulda, ya'ni o'sha ikkinchi haftada supermiyada biz xotira tizimlarini o'tamiz. Xotira tizimlari orqali istalgan raqamli ma'lumotni eslab qolamiz. Vazn, uzunlik, tarixiy sana, bilmayman, konstitutsiya va hokazo. U yerda hamma joyda punktuatsion raqam degan narsa bor. O'shani eslab qolish uchun major tizimi, flash kartalar, samaradorlik sirlari bilan dangasalikni ham qo'shganmiz. Ya'ni ko'proq shug'ullanishingiz uchun va raqamlarni eslab qolishni o'rgatamiz. 3-modulda super fokus moduli bo'ladi. Bu modulda diqqatni rivojlantirish uchun deyarli hamma men bilgan eng kuchli usullarni beraman. Eng kuchli usul. Ya'ni mana bitta modulda ko'ryapsizlar, 5 ta dars turibdi. Har bitta dars ertalab azonda soat 4 da yuklanadi. Ya'ni dushanbadan jumagacha dars bo'ladi va yakshanba kuni o'tilgan darslar bo'yicha har bitta modulda men o'zim shaxsan jonli efirga chiqib sizlar bilan ishlayman. Savollarga javob beraman. O'tilgan darslar bo'yicha workshop qilamiz. Xo'p, demak, 4-modulda bizda xorijiy so'zlar bo'ladi. To'g usuli, katta tezlik bilan xorijiy so'zlarni eslab qolish, murakkab so'zlarni eslab qolish, oraliqli takrorlash, deylikdan 1000 ta xorijiy so'z eslab qolsangiz, katta qismini uzoq muddatga eslab qolish uchun oraliqli takrorlash o'rgatiladi va bu yerda xorijiy so'zlarni qanday qilib eslab qolish haqida mnemonika orqali hamma narsani bilib olasiz. Xo'p, demak, polyglot modulida biz maqsad qo'yish va dekompozitsiyani o'rgatamiz. Til o'rganish jarayonidagi asosiy intizomni qanday qilib saqlab qolish, chunki intizom asosan til o'rganishda ikkita asosiy muammo bor. Statistika bo'yicha birinchi o'rinda dangasalik, odam intizomsizlikqa tashab qo'yadi, chunki tashamasangiz tilni o'rganasiz aniq. Ikkinchi o'rinda bu so'zlar, qoidalar va hokazolarni eslab qolish. Eslab qolingan so'zlar esdan chiqib qoladi, gapirish bilsangiz ham topa olmaysiz. Masalan, qaysidir buyumni va mana shu ikkita masalani biz supermiya ichida yopishga harakat qildik. Hatto biz, masalan, men til o'qituvchisi emasman, men eslab qolish bo'yicha mutaxassisman, lekin asosiy masala nimadan iborat? Mana shu modulda intizomni qanday qilib ushlab turish haqida gapirilgan. Keyin ChatGPT dan foydalanib, qanday qilib o'sha xorijiy so'zlarni eslab qolishga o'zingizga yordamchi qilib olishingiz mumkinligi haqida bu yerda aytib berganmiz. Obraz topishlarda, qanday qilib sun'iy ishlatish, so'zlarni yozilishini eslab qolish haqida darsimiz bor bu yerda va mikro g'alabalar bu o'zingizni qanday qilib motivatsiyangizni tushirmasdan ushlab turish haqida. Til o'rganishda motivatsiya juda ham kerak. Chunki ko'nglingiz sovsa juda ham qiyin bo'ladi. Xo'p, 6-modul tekstologiya, bu yerda terminlar, tarixiy sanalar, setilkastin usuli, ya'ni ikkinchi miya. Bunga asosan biz alohida dars qildirganmiz setilkastinga. Nutqlarni eslab qolish bor, test javoblarni eslab qolish bor. Test javoblarni eslab qolish ham juda ham foydali bo'ladi. Va 7-modulda bizda mindset moduli bo'ladi. Bu modulda qanday qilib to'g'ri fikrlash, illyuziyalardan qutulish, qanday qilib o'zingizni mamlakatga boshingizdagi musor olib tashlab turib, qanaqadir natijaga erishishingiz mumkinligi. Bu psixologiya emas, bu amaliy psixologiya. Ya'ni biz o'zimiz shaxsan musobaqalarda rekordlar o'rnatishda, sportivniy qanaqadir natijalarni yuqori qilish uchun, dunyodagi eng zo'r natijalarni qilish uchun mana shu yerdagi usullarni ishlatamiz. Misol uchun 2025-yilda O'zbekiston birinchi o'rinni oldi eslab qolish bo'yicha jahon chempionatida. Xo'p, natijani nimalarni o'rganasiz? Umumiy supermiyada xotirangizni 10 barobar kuchaytirasiz. Agar yaxshi shug'ullansangiz, agar undan ham yaxshi shug'ullansangiz, yana ham ko'proq bo'ladi barobar. Diqqatingizni kuchaytirib, chalamasdan ishlashni o'rganasiz. Kitobdagi ma'lumotlarni, terminlarni, tarixiy sanlarni va hokazolarni eslab qolishni o'rganasiz. Chet til so'zlarini eslab qolishni o'rganasiz, nutq eslab qolishni o'rganasiz va raqamli ma'lumotlarni har qanaqa ko'rinishini eslab qolishni o'rganasiz. Ya'ni miyangiz va xotirangiz potensialdan to'laqonli foydalanishi men sizga supermiyada o'rgata olaman. Rossiya rekordini o'rnatishimga yordam bergan barchasini o'rgataman. Mana maxsus tizimim bor. Tizimimning nomi Millennium. O'sha Millennium tizimini qanday qilib ishlataman, qanday qilib men o'zimni xotiramni rivojlantiraman, qanday qilib men shug'ullanaman, hammasini ko'rsatib, tushuntirib, yozib beraman.
bemalol o'sha usulni ishlatib sizlar ham o'zingiz uchun xotiranglarni rivojlantirsanglar bo'ladi. Undan tashqari kuratorlarimiz hammasi tilla 100% bu insonlar sizlarning hayotingizga eng katta hissa qo'shishi mumkin bo'lgan insonlar. Kuratorlarning asosiy vazifalari nima bo'ladi? Uy vazifa tekshiradi, feedback berishadi, haftalik natijaviylikni ko'rishadi, o'sha haqida ma'lumot berishadi, guruhda savollarga batafsil javob berishadi. Ya'ni alohida guruhlarga bo'lib chiqamiz sizlarni va har bitta guruhning o'zini kuratori bo'ladi. Shu kuratorlar sizlarni savolingizga, savol yozganingizda ovozli qilib javob berib, darsda tushunmagan joylarni yetkazishga yordam berishadi. Sizlarga yordam berishadi va o'sha natijaviylikni chiqarishadi. Kuratorlar o'zi kim? Kuratorlarimiz dunyoda eng kuchli jamoadagi bolalar. Hammasi professional. Misol uchun mana Islom Madamidov birinchi 5 yildan beri ustozlik qiladi, 9000 ta odamga ustozlik qilgan. Rossiyaning Sinergiyada bo'lib o'tgan musobaqasining absolut chempioni eslab qolish bo'yicha Al-Buxoriy nomidagi xalqaro turnirda 3-o'rinni olgan, O'zbekiston eslab qolish turnirimizda 2-o'rinni olgan. O'zbekiston eslab qolish turnirini yutish qiyin juda. Tushunishingiz uchun 3-Rossiya onlayn turniri professionallar o'rtasida 1-o'rinni olgan. Hop, Bekzodjon Yusupov Rossiya ochiq chempionati 3-o'rin, O'zbekiston eslab qolish bo'yicha top 5 ga kirgan, Udivительные люди ko'rsatuviga kirgan. Bu yigitga ham Bekzodjon Yusupov Udivительные люди yozib ko'rsanglar bo'ladi. 5 yil ustozlik tajribasi, 10 mingtadan ko'proq yigitga, aniqroq 10 mingtadan ko'proq o'quvchiga dars o'tgan. Xo'p, demak, keyingi yigitimiz Abdufattohov Javohir. Abdufattohov Javohir bizda juda ham tajribali minimalist. 4-Rossiya onlayn ochiq chempionatda 1-o'rin 100 vs bilan eslab qolish bo'yicha O'zbekistonda rekordsmen. Bu yigit hali ham rekord tushab turibdi. Juda ham kuchli minimalist, realni so'zli 100 bilan eslab qolish bo'yicha o'ta kuchli va 5 yil ustozlik tajribasi bor. 9000 ga yaqin o'sha odamni o'qitib bo'ldi. Mardanov Fayzjon O'zbekistondagi eng tez eslab qoluvchilardan biri, 4 yildan beri ustozlik qiladi. Bu ham Udivительные людиga chiqqan tarixiy sanalar, raqamlar va o'yin kartalar eslab qolish bo'yicha O'zbekiston rekordsmeni haligacha, ya'ni rekordini 2023-yildan keyin hech kim yangilanmagan. Va Abdurasul G'afurov Jahon xotira ligasi 18-o'rin, 8-Rossiya onlayn chempionatida 2-o'rin, O'zbekiston yopiq chempionatida vitse-chempion, umumiy Osiyo chempionatida finalga chiqqan va asosiy masala bu yerda aytilmagan, eslab qolish bo'yicha butun jahonda, jahon chempionatida raqamlarni eslab qolish bo'yicha 2-o'rinni olgan. Juda kuchli minimalist va действующий, ya'ni hozirgi kunda musobaqalarda qatnashib yuribdi. Bu bola ham 3 yildan beri ustozlik qiladi. Juda ham tajribali, kuchli. Ya'ni eng zo'r ustozlarni mana shu yo'nalish bo'yicha, eslab qolish bo'yicha men bitta joyga yiqqanman va hammasi shogirdlarim. Xo'p, demak, endi haftada bir marta aytganimdek, men shaxsan o'zim aloqaga chiqaman. Ya'ni o'sha 5 kun dars bo'lsa, dushanbadan jumagacha, yakshanba kuni shanba dam olasizlar yoki tam shanba yoki yakshanba dam bo'ladi. Bir kun bizda jonli efir bo'ladi. Men chiqaman, tushuntiraman, nima qanday savollarga javob beraman. Undan tashqari bizda platforma bor. Bizda platforma maxsus platformamiz ma'lum modullardan keyin ochiladi, uje tam 2-3 modullardan keyin ochiladi. Bu yerda raqamli so'zli flash kartalar bor edi va biz yangiliklar qo'shdik, yuz ismlarni qo'shdik, kartalar qo'shdik va rasmlarni eslab qolishni qo'shdik. U ham shu telefoningizdan shug'ullanish orqali siz o'z xotirangizni rivojlantirsangiz bo'ladi. Undan tashqari super usul kitobi mana. Kitob quyidagicha. Bu kitobda xotirani rivojlantirish haqidagi asosiy masala nimada? Bu yerda xorijiy so'zlarni eslab qolish haqida ma'lumot berilgan. Ya'ni istalgan tildagi xorijiy so'zlarni eslab qolish. Tushundingizmi? Ya'ni til o'rganishdagi bitta katta qism bu ham, bilasizlar. Bu yerda ingliz tilidagi xorijiy so'zlarni tayyor qilib, kichkinagina lug'at qilib tarjima qilib berilgan va kitobning birinchi qismi qanday qilib xorijiy so'zlarni eslab qolish. Mana illyustratsiyalar, hamma narsalar tushuntirilgan. Bu kitobni bepulga beraman. Bepulga o'sha kursga qatnashganingizda har bitta o'quv sotilmaydi, eksklyuziv 100%. Faqatgina kursimga qatnashgan insonlarga, o'zim shogirdlarimga uyiga bepul dastavka qilib beraman qo'ligacha. Xo'p, undan tashqari bizda Superman tracking pack bo'ladi. Bu nima degani? Mana bunaqa maxsus daftar bo'ladi. Oldin berilmagan bu narsa va daftar ichida tarqatma materiallar bo'ladi. Tarqatma materiallar kitoblar bilan birgalikda uyingizga yetib boradi. Ya'ni kitob, Superman qo'shilganingizdan keyin kitob va tracking pack yetib boradi. Nima degani tracking pack? Ichida raqamlar, sanalar, yuz ismlar, so'zlar, ya'ni tarqatmaga kerak bo'lgan, shug'ullanishga kerak bo'lgan hamma narsa bo'ladi ichida. Yulib shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Qanday shug'ullantirishni va qanday qilib bu narsani ishlatishni men o'zim keyin tushuntiraman. Trenovka qilib ancha-munchaga yetadi. Ya'ni men tracking packdagi narsani olib, ichidan sug'urib, ishlatib, tugatib bo'lganingizdan keyin ishoning xotirangiz ancha kuchayib bo'lgan bo'ladi. Undan tashqari bizda bitiruv kechasi bo'ladi. Bitiruv kechasiga bepul bilet beriladi onlayn va kelib qatnashsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Biz bitiruv kechalarimiz odatda bitiruv kechada biz nima qilamiz? Birinchidan men dars o'taman qo'shimcha, ikkinchidan katta sahna, katta joy, ishtirokchilar bilan hammamiz rasmga tushamiz. Men sizlarga sertifikatlarni topshiraman, bitiruvchilar sertifikatini. Undan tashqari savol-javob bo'ladi. Ya'ni nafaqat Superman o'zida jonli efirda savol-javob, balki bitiruv kechada jonli savol-javob ham qilishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari ishoning ko'plab 20 ga yaqin turli xil sovg'alar bor, har xil bonuslar bor, har xil qo'shimcha kurslar bor
barchasini Supermiga qo'shilganingizdan keyin olishingiz mumkin bo'ladi. Endi asosiy masala nimadan iborat? Bu dars yozilayotgan paytda, ya'ni hozir Supermiga sotuvlari ochilmagan. Ya'ni sotuvini ochmaganmiz. Bu nima degani? Bu degani siz oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin degani. Nima degani oldindan ro'yxatdan o'tish? 3 ta asosiy masala. Birinchisi, joyingiz band qilasiz. Kitoblarni, joylarini odam band qilib oladi. Ya'ni siz kirganingizdan, qo'shilganingizdan keyin joyingiz band qilasiz. Ikkinchidan, hammadan erta o'tganingiz uchun, hammadan erta ro'yxatdan oldindan joyingiz band qilganingiz uchun sizga eng zo'r narxda Supermiga qo'shilish imkoniyatini beramiz. Ya'ni asosiy masala nimada? Supermiga sotuvlar ochilgandan keyin, ya'ni qo'shilish imkoniyati ochilgandan keyin qolganlarga bu narx bo'lmaydi o'sha. Ya'ni siz hozir qo'shilsangiz, eng yaxshi narxda, eng qulay narxda qo'shilishingiz mumkin va oldindan ro'yxatdan o'tganingiz uchun sizga qo'shimcha bonuslarni beriladi. Plus undan tashqari Supermigadan oldin qo'shilganingizdan keyin o'sha beriladigan yana qo'shimcha bonuslar bor. Qolganlar mana keyin o'sha oldindan ro'yxatdan o'tish yopilgandan keyin, hammaga ochilgandan keyin Supermiga bunaqa narsalar, bunaqa narxlar, bunaqa bonuslar oldindan ochilgan narsalar o'sha bo'lmaydi. Mana shu narsani inobatga olishingizni tavsiya qilaman. Shuning uchun hozirroq ro'yxatdan o'ting. Mana pastda havola bo'ladi. Qanday qilib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi, qanday qilib ariza qoldirsangiz bo'ladi, tartibini tushuntiraman. Pastda havola bo'ladi, havolaga o'tasiz. Mana bunaqa sayt chiqadi, ro'yxatdan o'tish uchun bosasiz. U yerdagi narsalarni to'ldirasiz. Undan keyin 3-qadamda maxsus Telegram botga o'tasiz. Shoshilmasdan qilsangiz bo'ladi bu narsani. Telegram botga o'tasiz. Botga o'tganingizdan keyin yopiq Telegram kanal bo'ladi botning ichida. Shunga qo'shilasiz va yopiq Telegram kanal qo'shilganingizdan keyin siz bilan o'sha aloqaga chiqishadi. Ya'ni ro'yxatdan o'tish jarayonida telefon raqamingizga xushyor bo'ling, ya'ni to'g'ri yozishga harakat qiling. Chunki sizga bog'lanish kerak bo'ladi operatorlar. Asosiy masala nimada? Bu yopiq Telegram kanalda barcha yangiliklar, barcha narsani birinchi bilasizlar va boshqa joyda aytilmagan narsalarni Supermigaga tegishli va bonuslarga tegishli narsalarni aynan shu yerda aytamiz, xudo xolisa. Shular gaplar, shuncha hozirroq ro'yxatdan o'ting. Mana pastda havola, videoni pastiga ham qo'yib qo'yaman, izohlarga ham qistirib qo'yamiz, xudo xolisa va mana shu raqamdan sizlarga aloqaga chiqishadi. Supermiga ko'rishguncha. Paka.